Ultimat tur oddiy konsert emas, bu O'zbekiston bo'ylab o'tayotgan yirik rep safari bo'lib, unda Massa, Mobil Lolo, Doksim, Minor, Asilvayni va Abrobey bir sahnada jam bo'lmoqda. Xo'sh, bu reperlar kim va nega aynan ular tanlangan? Keling ko'rib chiqamiz. Massa loyihaning asosiy yuzi. Xonimlar va janoblar, kutib olamiz. Massa! Sizlarga yoqaman juda qattiq, chunki mashinani qimmat. Massa bugungi o'zbek repining eng mashhur vakillaridan biri hisoblanadi. U nafaqat hit qo'shiqlari bilan ham tanilgan, freestyle loyihasi orqali ko'plab yangi reperlarni ommaga tanitgan. Ultimat tur ham uning tashabbuslari bilan bog'liq loyihalardan biri sifatida ko'riladi. Mobil Lolo yangi avlod ovozi. Mobil Lolo qisqa vaqt ichida o'z uslubi bilan mashhur bo'ldi. Bas qo'shiq, qo'sh singli va Massa bilan kuylagan Qattu hamda olov triklari unga katta auditoriya olib keldi. Yosh bo'lishiga qaramay, u bugungi rep sahnasining istiqbolli ijodkorlaridan biri sanaladi. Doksim tarix va repni birlashtirgan ijodkor. Doksim ko'pchilikka Chiroyligim gulim qo'shig'i orqali tanilgan. Chiroyligim gulim, ko'zlaringdagi yosh, axir sendanda ko'p azoblangan menman. Ammo uning ijodidagi eng katta farq tarix va adabiyot mavzulari rep bilan uyg'unlashtirishi. Po'latxon qo'zg'oloni va Sharq Napoleoni kabi triklar uning yorqin misoli. Minor tajriba va mehnat timsoli. Minor 2014-yildan beri ijod qiladi. Qarasam moda sanada moda va 100 dan ortiq trik chiqargan. U o'zbek repining faol vakillaridan biri bo'lib, ko'p yillik tajribasi bilan yosh ijodkorlarga ham ilhom beradi. Asilvayni Xorazm repining yulduzi. Asilvayn xorazmcha uslubdagi repi bilan millionlab tinglovchilarni yig'gan. Ayniqsa G'animat treki uning mashhurligini yanada oshirdi. O'ynab kul do'stim, davring sur do'stim, bu dunyoga g'animat. Ultimat tur doirasida u Urganch va Toshkentdagi konsertlarda ishtirok etadi. Abrobey tez portlagan yulduz. Abrobey so'nggi yillarda Qimmat dunyo va Bolalik kabi mashhur qo'shiqlari bilan hip-hop muxlislarining e'tiborini qozondi. Ultimat tur finalida Toshkentdagi Humo Arenada maxsus chiqishi bilan qatnashadi. Puling bo'lsa bo'ldi sondig'ingda orqaym bo'lib birsin, to'xma birovlarga tanchashni ko'rib bir kunda qirib pichoq bir-birimizni so'yib tinsoq, odam o'ylasa zamonning sho'ridir. Ultimat tur shunchaki konsertlar ketma-ketligi emas, bu o'zbek repining turli avlod va uslublarini bir sahnaga jamlagan loyiha. Tajribali ijodkorlar ham, yangi yulduzlar ham bitta sahnada chiqish qilmoqda. Sizningcha ushbu reperlardan kim eng kuchli performans ko'rsatadi? Fikringizni izohlarda yozing va videoga like bosishni unutmang.